Yana va yana Damas'ga skidkadagi tovarlarimiz bu safar boshqacha bo'ladi. Qiyshiq rolni kim oladi? Nomini anatomist deb qo'yib 800 ming so'mga hech kim olmaydi bu rolni. Tumanka 3 xil yonadi. Ko'zda olishi mumkin bu. 120 ming so'm ekan narxi. Pоворotnik uzoqdan Damas ko'rinish uchun qo'yiladi, nimaga qo'yiladi? 220 ming eskikkina pul. Damas dinamiz 200 kiloli odamni ko'taradi. 200 kilo odamni o'zi yo'q bu. 350 ming so'mga qo'yish shartmi buni? Steklopodyomnilar, elektronik, ikkala taraf komplekt 300 ming so'mga. Qishda hech kim oynani ko'tarib tushunmaydi misol uchun. Avtopodsos. Buni ko'pchilik nimaligini ham bilmaydi. 95 ming. Samfer. Damas'da hamma joyga kirib ketadi, sintaga joylashib ketaveradi dedi. Endi bosh og'ritish uchun ataylab 650 mingga olish shartmi buni? Damas RS Ablesovka. Nimani o'zgartiradi? Tez yuradigan bo'lib qoladimi? 180 ming endi. Malibu barimiz. Skorichaklari bor. Besparodniy zaryadning bor. Ikkita fleshga ham joy bor. Fleshni ham pulga olish kerakmi? Yana 450 mingga Malibu barda olish kerak. Undan hech narsasi yo'q ham bo'laveradi 210 ming so'mga. Nima deysizlar? Bilaman, bu tovarlar hech kimga kerak emas. O'shaning uchun nomer qoldiramiz. Bemalol bezovta qilishlaring mumkin. Bizga umuman obuna ham bo'lmanglar, like ham bosmanglar. Foydangiz tegib qolsa, cho'ntagingizdan pulingiz ketib qolishi mumkin. Ehtiyot bo'linglar.